Allohning ayi bu Ramazon. 3-qism. Muborak Ramazon oyidagi alohidaliklar va ahkamlar. Avtori Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Ro'zani qandaq ishlar sundiradi, qandaq ishlar sundurmaydi? Ro'za tutishdagi maqsad vijdonni sargaklashtirish, inson nafsini tavlash va chidamli qilib tarbiyalash va natijada taqvodorlikni yetiltirishdir. Bu sababdan kishi ro'za tutganda sahar vaqtidan boshlab toki kun patqonga qadar shahvat, yemak-ichmak va shu doiraga kiradigan boshqa barliq narsalarni iste'mol qilishdan cheklanishi kerak. Ro'zani keskin buzadigan ba'zi ishlar bor, keskin buzmaydigan ba'zi ishlarmi bor. Buzish yoki buzmaslikda olimlarning qarashlari o'xshash bo'lmagan ishlarmi bor. Tuanda ro'zani buzadigan va buzmaydigan narsalarni bir-birlab bayon qilamiz. Ro'zani buzadigan ishlar. 1. Ro'zdar holatda jimo qilish. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: Ro'za kechalarida ayollaringlarga yaqinchilik qilish sizlarga halol qilindi. Ular sizlar uchun kiyimdir. Sizlarmi ular uchun kiyimsizlar. Allah o'zinglarni aldiganliklaringlarni, ya'ni ro'za kechasida yaqinchilik qilganinglarni bildi. Allah tavbanglarni qabul qildi. Sizlarni afv qildi. Hamda bundan keyin Ramazon kechalarida ularga yaqinchilik qilinglar. Allah sizlarga putganni talab qilinglar. Taki sizlarga tangning oq yepi qora yepidan ayrilganga, ya'ni tang yo'rg'an qadar yanglar ichinglar. Baqara surasi 187-oyat. Bundaq ahvolda barliq olimlarning nazarida ro'zasini buzgan bo'ladi va bu sababdan u kishi gunohkor bo'ladi. O'zirsiz eg'iz ochgan bo'lg'achqa shu kuni kechgacha ro'za tutgandek davomlashtirdi. Ramazondan keyin bir qul azod qilishdek ig'ir kafarat berish kerak bo'ladi. Ammo hozir qul azod qilish bo'lmag'achqa orqama-orqa 2 oy ro'za tutib qazosini qiladi. 2 oyni orqama-orqa tutishi shartdir. Bu hadisda aniq bekitilgan. Arliqda Ramazon yoki hayit kunlari va tashriq kunlaridek ro'za tutish cheklangan kunlar kirib qolsa, o'zildirmay ro'za tutishiga ta'sir yetkazmaydi. Unda qilolmasa 60 miskinning qo'rsiqini 2 vaqt tamoq bilan to'yg'izadi. Bu kafarat mushu tartib bo'yicha bo'ladi. Boshdagi turni qilolmaganda keyingi turga yetkiladi. Ba'zi olimlar ayolg'ami erga o'xshash kafarat keladi degan bo'lsa-mu, ba'zilar tuvandagi hadisga asosan ayolga kelmaydi deb qaragan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytdi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yanida o'ltirgan edik. Bir odam kelib, "Ey Rasululloh, halok bo'ldim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Sana nima bo'ldi?" degan edi. U odam "Men ro'za tutgan turuqliq ayolimga yaqinchilik qilib qo'ydim" dedi. Rasululloh "Azod qilg'uday qul topa olamsan" dedi. U odam "Yo'q" dedi. "Uzildirmay 2 oy ro'za tuta olamsan" degan edi. U odam "Yo'q" dedi. 60 miskinga taom bera olamsan degan edi. U odam "Yo'q" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sukut qildi. Biz shundoq sukutda o'ltiratdik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir sivat xo'rmi keldi. Rasululloh savol so'ragan kishi qani degan edi. U odam "Mana men" dedi. Rasululloh "Buni ilib sadiqa qil" dedi. U odam "Mendami fiqirroq kishigami ey Rasululloh? Alloh bilan qasamki, Madinaning 2 sayliqining orlig'ida mening oilamdami fiqirroq bir oila yo'q" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'ziq tishlari ko'ringidek darajada ko'lib ketib, andin "Buni ahlinga yegizgin" dedi. Mazkur hadisda hukmni bayon qilish zarur turuqliq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayolga kafarat keldiganlik haqida gap so'z qilmagan. Ammo ayolga kafarat kelmagan bilan shu kunning qazosini qilish kerak albatta. Shu kunning qazosini qilamdi, albatta qazosini qiladi. Agar kafarat berishda orqama-orqa 2 oy ro'za tutishini tanlagan bo'lsa, kafaratdan tashqari u kunning qazosini bir kun qiladi. Lekin bu kunni 2 oyga qo'shib yoki 2 oy bilan orqama-orqa o'zildirmay tutish kerak emas. Bu bir kunning qazosini ayrim qilib olsa-mu bo'ladi. U kunning qazosini qanday shaklda qilishda olimlarning qarashi o'xshamasimi, ammo qazosi qilinganligida 4 mazhab ittifoqdir. Chunki u farz ro'zasini buzib o'tgan bo'lg'achqa namozga o'xshashla qazosini qilishi vojib bo'ladi. Kafarat bo'lsa gunohi uchun, qazosini qilish bo'lsa buzib o'tgan kunning o'rni uchundir. Yana safar yoki kasallikdek o'zirlik holatda eg'iz echayotgan kishining ro'zasining qazosini qilishi kerak bo'lsa, o'zirsiz qasddan buzib o'tgan kishi albatta qazosini qilishi kerak bo'ladi. Yana yuqorqi hadisning Said ibn Musayyabdan kelgan mursal rivoyatida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishini o'rniga bir kun ro'za tutib qazosini qilishga buyurgan va uning o'rniga bir kun tutgan va Allohdan mag'firat tilagan degan. Fiqh olimlari Said ibn Musayyabning mursal rivoyatini dalil sifatida qabul qilishida. Tutalmagan kun soni bo'yicha boshqa kunlarda tutib olsin degan oyatmi buning to'g'riligini ko'rsatdi. Shayx Albani mundaq deydi:
Haqiqat shuki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Ramazonda jima qilib salgan kishini qazosini qilishga buyurgan hadisi Hafiz ibn Hajar aytgandek turli yo'llari bilan sahihdir. U yo'llarning biri sahih mursaldir. Kafaratning tartibi tuvandikicha. Birinchi, bir qul azod qilish. Ammo hozirgi davrimizda bu ish yo'q. Ikkinchi, qul azod qilinmagan kishi arqama-arqa uzildirmay 2 oy ro'za tutish kerak. Navada 1 yoki 2 kun qolganda o'zivasa, yana yangidan boshlashi kerak bo'ladi. Uchinchi, kasallik yoki ojizlik tufaylidan arqam-arqa ulab 2 oy ro'za tutolmagan kishi 60 miskinni g'azolantirishi kerak. Har birini o'ttirhal 2 vaqt g'azolantirsimi yoki ba'zi olimlarning qarashi bo'yicha bir miskinni 60 kun g'azolantirsimi bo'ladi va yoki uning qimmatiga barobarini bersimi bo'ladi. Lekin 60 miskinni g'azolantirish afzal. Yuqorqi kafarat tartibi ba'zi hadislarda shu tartib bo'yicha kelganligi uchun ba'zi olimlar birinchisini qilolmagan kishi ikkinchisini qilsa, ikkinchisini qilolmagan kishi uchinchisini qilsa bo'ladi. Hammani qilaoladigan turib, xohlagan birini tanlab qilib olsa bo'lmaydi degan. Yana ba'zi olimlar xohlagan birini qilsa bo'laveradi degan. Ammo bir kishi safar ustida turib ro'za tutgan bo'lsa, bu ro'zani jima yoki yemak-ichmak bilan buzib o'tgan bo'lsa, ko'pchilik olimlarning qarshida uningga kafarat kelmaydi. Faqat keyin qazosini tutib olsa bo'ladi. Jimadan boshqa so'yish va tutish qatorliq ishlar yangi to'y qilganlar yoki yashangan bo'lsa-mu o'zini tutolmaydigan kishilarga nisbatan makruh bo'ladi. O'zini tutoladiganlarga nisbatan mubah bo'ladi. Ammo so'yish va quchoqlashning oxiri jima yoki ma'ni chiqish bilan oxirlashsa, yuqorida qazosini qilish va kafarat berish keladi. Shunga o'zini tutolmaydigan yoki yangi to'y qilganlar mumkin qadar Ramazon kunlarida shuningga o'xshash ishlardan yiroq turish kerak. Bo'lmasa, bu ishlarning oxiri jimaga ilib boradi-da, qazosini qilish bilan kafarat berish vojib bo'lib qoladi. Lekin ba'zi olimlarning qarshida jima o'tkazmay so'yish va quchoqlash qatorliq ishlar orqali ma'ni chiqib ketgan bo'lsa, qazosini qiladi. Kafarat kelmaydi. Chunki bu ishlarda kafarat berish ko'rsatilmagan. Jima qilayotganda azan chiqib yoki tong atib qolsa, darhol munosabatni to'xtatish kerak. Bo'lmasa, kunduzda jima qilgan bo'ladi-da, qazosini qilish bilan kafarat berish vojib bo'ladi. Ramazonning boshqa bir kunida yana bir qadam jima qilib ro'zasini buzib o'tgan kishiga qaytadan kafarat vojib bo'lganligiga olimlar birdek ittifoq. Shundaqla bir kunda bir qancha qadam jima qilgan bo'lsa, keyingi jima ro'zasi buzilib bo'lgan chaqda qilingancha faqat birli kafarat keldiganligiga birdek ittifoq. Agar Ramazonning bir kunida jima qilib, tag'i kafaratini bermay turib, boshqa bir kunida qayta jima qilgan bo'lsa, Imom Abu Hanifa birli kafarat beradi degan. Ko'pchilik olimlar har bir kuniga bir kafarat beradi degan. Ramazon oyidan boshqa oyda ro'zdor holatda yoki Ramazonda tutilmagan kun uchun qazo ro'za tutib o'tib yoki kafarat ro'zasini tutib o'tib jima qilib salgan kishiga kafarat kelmaydi. Chunki buning hurmati Ramazon oyining ulug'liq hurmatidek emas. Uning ustiga kafarat berish degan Ramazon kuni ro'zasini jima bilan buzgan kishi haqida kelgan. Buningda olimlar ittifoq. Agar Ramazonda ro'zdorlikni unutib qilib jima qilib salgan bo'lsa, Hanafi mazhabi shundaqla ko'plagan muhaqqiq olimlar tarjih qilgan qarashda uning ro'zasi to'g'ri, buzilmaydi. Kafaratmi, qazomi kelmaydi. Bu xuddi yodida yo'q yeb ichganga o'xshash. Ikkinchi, ro'za tutgan kuni kun patqanga qadar bo'lgan oraliqda hayz kelib qolsa yoki tug'ib qolsa ro'za buziladi. Keyin uning qazosini qilib o'rniga bir kun tutib olsa bo'ladi. Kafarat berish ketmaydi, gunoh bo'lmaydi. Uchinchi, qasddan yeb ichish, tamaka va zaharli chekimliklarni chekish va o'kul qilib o'rish, qo'l bilan yoki quchoqlash bilan ma'ni chiqarish. Bunday holatda ro'zani sundirish bilan gunohkor bo'ladi. Shundaqla Ramazondan keyin o'rniga qazo ro'zasi tutish kerak bo'ladi. Ammo kafarat kelmaydi. To'rtinchi, eg'iz orqali iste'mol qilingan dorilar. Bunday ahvolda gunoh bo'lmaydi, kafaratmi kelmaydi, lekin qazosini tutadi. To'rtinchi, eg'iz orqali iste'mol qilingan dorilar. Bunday ahvolda gunoh bo'lmaydi, kafaratmi kelmaydi, lekin keyin qazosini tutadi. 5. Namoz o'qimaslik, g'ayvat, gap to'shish, namahram ayollarga qarash, harom naqshlarni tangshash qatorliq barliq gunohlar ba'zi olimlarning qarshida ro'zani buzib etadi. Ko'pchilik olimlarning nazarida buzmaydi, lekin u hammasining birida qarshida ro'zaning savobini kamaytirib etadi. 6. Ro'za tutgan holatda ro'zasini buzib o'tishni niyat qilib qolsa, ro'zasini buzadigan boshqa bir ish qilmasimi ro'zasi buziladi. Chunki amallar niyatga bog'liq. Yuqorqilarga asosan musulmon kishi tutgan ro'zasini asirishi, uni buzadigan ishlardan emas, ajrini, savobini kamaytirib o'tadigan har qanday qilmishlardan saqlashi,
Allohning nazarida Ramazon oyining haqqi hurmatining ulug' ekanligini bilishi lozim. Chunki uning hurmatini qilmaslik cho'ng gunohlardandir. Ro'zani buzmaydigan ishlar. 1. Ro'za tutganligini unutib qolib, ro'zani buzadigan ishlarni qilish. Kishilar ko'pincha Ramazonning dastlabki kunlarida ro'za tutganligini unutib qolib, kunduzida bir narsa yeb ichib qoladi. Keyin o'zining ro'za tutganligini, bu oyning Ramazon ekanligini esiga oladi. Bunday ahvolda u kishi har qancha ko'p narsa yeb ichib salgan bo'lsa-mu, ro'zasini davomlashtiraverish kerak. Chunki buning bilan uning ro'zasi sunib ketmaydi. Qazosini qilishmi kerak emas, kafaratmi kelmaydi. Ammo yeb ichayotgan asnoda ro'zadorligi esiga kelsa, yeb ichishni darhol to'xtatishi va og'zidagini chiqarib o'tishi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Ro'zador turib ezidi yo'q yeb ichib salsa, ro'zasini buzib o'tmay tamomlaversin. Chunki uningga Alloh yegizgan va ichkizgandir. Uningga Alloh yegizgan va ichkizgandir deganning ma'nosi shuki, Alloh taolo o'zining marhamati va mehribonligidan u kishiga ro'za tutganlik holatini unutildirib yemak ichmak bergan. İmam Tirmiziyning rivoyatida bu bo'lsa Alloh uningga avatgan rizq, uning qazosini qilish kerak emas deyilgan. Hadislar unutib qolib bir narsa yeb ichgan kishining ro'zasining sunmaydiganligini, ro'zani tamomlayverdiganligini, shundaqla qazosini qilishining yoki kafarat berishining kerak emasligini aniq bayon qilgan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ro'zasini buzib o'tmay tamomlaversin degan so'zi ro'zasining buzilmaganligini bildirdi. Navoda qazosini qilishi vojib bo'lsa, buni vaqtida eskartib qo'ygan bo'ladi. Albatta, bu Alloh taolaning bandalariga mehribonligi va ularga osonlashtirib berganligidandir. Janobi Allohning adolatimi qasddan qilmagan ishni surishti qilmaslikni taqozo qiladi. Buningga yana Janobi Allohning bu so'zlari dalolat qiladi. Maqsadsiz ichgan qasimlar uchun Alloh sizlarni jazoga tortmaydi. Qasddan ichgan qasimlar uchun Alloh sizlarni jazoga tortadi. Alloh mag'firat qilg'uchidir. Jazo berishda aldirab ketmaydigan zotdir. Baqara surasi 225-oyat. Maqsadsiz qilgan qasimlar uchun Alloh sizlarni javobgarlikka tortmaydi, lekin dilinglarda maqsad qilganinglar uchun javobgarlikka tortadi. Maida surasi 89-oyat. Sizlar sahvarlikdan qilib salgan ishlarda sizlarga hech gunoh bo'lmaydi, lekin dilinglar maqsad qilgan bo'lsa gunoh bor. Alloh nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir. Ahzab surasi 5-oyat. Sahih hadisda isbotlanishicha, Parvardigorimiz biz unutib qolsak yoki sahvallik qilib salsak bizni jazoga tortmag'aysan degan duoni Janobi Alloh ijobat qilayotgan. Ata ro'za tutquchi burniga suv olganda suv ixtiyorsiz gelidan kirib ketsa kerak yo'q degan. Hasan Basri ro'za tutquchining geliga chivin kirib ketsa ro'zasi sunmaydi degan. Hasan Basri bilan Mujohid ro'za tutquchi unutib qolib jimo qilib salsa uningga hech gap bo'lmaydi degan. Bu hukm mayli Ramazondagi farz ro'za bo'lsin, yoki nafl bo'lsin, yoki qazo bo'lsin va yoki nazr ro'za bo'lsin, ro'zaning barliq turlarini o'z ichiga oladi. Ikkinchi, majburlanib zo'rliq bilan ro'zani sundiradigan ishlarni qilish. Bu yerda shuni eskartib o'tish kerakki, haqiqiy majburlash, haqiqiy zo'rlash degan zo'rlig'uvchi tahdid solgan ishni qila oladigan bo'lishi, jonni elish, biror a'zosini kesish, ippitiga teyish, qattiq urish, turmaga so'lab qo'yish, ota-ona va ayolidek yaqinlarga aziyat yetkazish, butun iqtisodini musodara qilish, boshqa ish topolmaydigan kishi uchun ishdan qo'g'lashga o'xshash kishiga intayin og'ir keladigan bir ish bilan tahdid silishi, majburlangan kishining bu tahdiddan qutulish uchun og'iz ochib o'tishdan boshqa chora topolmagan bo'lishi shart qilinadi. Navoda haqiqiy xavf bo'lmay, quruq tahdidga, og'iz bilan tanqidlashga, tillashga uchrash, xizmatda darajasi o'stirilmaslik ehtimolligi bo'lish, ozg'ina jarimani to'lash, xizmatdan qo'linadigan bo'lsa-mu, boshqa xizmat topa bo'lish va og'ir ishlar bilan tahdid silinib majburlangan taqdirda tahdidni ijro qilolmaydigan bo'lish qatorliqlar haqiqiy majburlash doirasiga kirmaydi. Bu ahvollarda ruxsat yo'q albatta. Yuqoriqilarga asosan shundoq deyish mumkinki, ikkinchi turlik majburlash shariat hisobga oladigan majburlash doirasiga kirmaydi. Shunga bundaq yo'qolan andisha yoki kichikini taptana va yoki ozg'ini manfaatni deb Alloh farz qilgan ro'zani buzib o'tishga yoki ro'za tutmaslikka ruxsat yo'q. Birinchi turlik majburlash shariat hisobga oladigan majburlash bo'lib, buningga duch kelgan kishiga barliq olimlarning qarshida ro'zasini buzib o'tishga ruxsat qilinadi. Ammo buzmayman deb ching turishi afzal bo'lib, bu ish Hanafi mazhabi olimlarining nazarida jihodning bir turi hisoblanadi. Ammo kasal yoki safardagi chog'da ro'za tutgan bo'lsa, buzib o'tishi lozim.
Mubada yuqorqidek ehtimollar bo'lsa, oldi bilan kechida so'g'irliq yeb, ro'za tutib qo'yish kerak. Majburlashga uchraganda andan yuqorqi o'lcham bilan majburlanish hukmiga kiradi. Balkim shu kun majburlanmay yoki majburlanishga uchramay o'tib ketishi mumkin. Majbur bo'lgan kishiga Janobi Alloh haromni iste'mol qilishga ruxsat qilgandir. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey iymon etganlar, biz sizlarni rizqlantirgan narsalarning poklaridan yenglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga shukr qilinglar. Allah sizlarga faqatla o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqa go'shini va Allohdan boshqasiga bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki majbur bo'lib, ko'ngli xohlamagan yoki chekdan oshmagan holda yesa, uninga hech gunoh bo'lmaydi." Baqara surasi 172-173 oyatlar. Yana mundaq degan: Kimki ochliqda gunohga ko'ngli moyil bo'lmasdan majbur bo'lib qolsa, uninga hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Alloh intayin mag'firat qilg'uchidir, mehribondir. Maida surasi 3-oyat. Alloh yana mundaq degan: Aytqinki, menga vahiy qilingan ahkamlar ichida har qanday odamning iste'moli uchun o'zi o'lib qolgan mol yoki to'kilgan qon yoki cho'shqa go'shi, chunki u haqiqatan nejisdir. Yoki Allohdan boshqasining ismi aytilib bo'g'izlangan harom moldan boshqani harom ko'rmayman. Kimki majbur bo'lib, ko'ngli xohlamagan yoki chekdan oshmagan holda yesa, Parvardigoring haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, mehribondir. An'am surasi 145-oyat. Yana mundaq degan: Shunga Allohning sizlarga rizq qilib bergan halol, pok yemakliklardan yenglar. Agar Allohga ibodat qiladigan bo'lsanglar, Allohga shukr qilinglar. Allah sizlarga faqatla o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'shqa go'shini va Allohdan boshqasiga bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimki majbur bo'lib, ko'ngli xohlamagan yoki chekdan oshmagan holda yesa, Alloh haqiqatan mag'firat qilg'uchidir, mehribondir. Shundoq, haqiqiy majburlangan ahvolda eg'iz echitishga ruxsat. Buning bilan ro'zasi sunmaydi. Bu masalada Hanafi va Maliki mazhab olimlari ro'zasi sunudi, qazosini qiladi. Agar chidab yeb ichmasa, mujohidlar savobiga erishadi. Lekin kasal kishi yoki safar ustidagi kishi zo'rlansa, eg'iz echitishi lozim degan bo'lsa-mu, men ro'zasi sunmaydi, qazosini qilmaydi degan Shafi'i va Hanbali mazhab olimlarining qarashini oldim. Chunki majburlagan ahvolda ixtiyorlik yo'qolib ketadi. Bu unutib qolishdan ig'ar. Halbuki unutib qolgan kishining ro'zasi sunmaydi. Kufr so'zni qilishga zo'rlangan kishi kafir bo'lmaganidek, ro'zini buzishga zo'rlangan kishining ro'zasi sunmaydi. Buningga asosan diyorimizdagi kadrlar, ishchi xizmatchilar va o'quvchilarni eg'iz ochmasa, xizmatdan yoki maktabdan qo'g'ilib o'tish bilan zo'rlagan ahvolda boshqa ish yoki o'qish tepib, ro'zini buzmasa afzal. Topolmasa, tahdiddan qutulgudek miqdorda yeb ichsa, ro'zasi sunmaydi. Uningga gunohmi bo'lmaydi. Hamda ro'za tutib qopqandan keyin kunduzda yuqorqidek besimlar bilan majburiy yeb ichgan bo'lsa, ro'zasi sunmaydi. U kishi xuddi unutib qolib biror narsa yeb ichib salgandekla ro'zani davomlashtirib kerak. Ro'zam baribir buzilib bo'ldi deb kun patqucha yana bir narsa yeb ichib yurmasligi lozim. Keyin yana qayta majburlanmag'achqa kun patqucha biror narsa yeb ichmaslik orqali Ramazonning hurmatini qilish kerak. Majburlashqa duchor bo'ladigan xizmatchilar bunday qiyinchiliklarga yo'liqmaslik uchun har xil choralarni qilsa bo'ladi. Masalan, Ramazonda bir oy yoki bir necha kun xizmatdan ruxsat so'ray oladigan bo'lsa, ruxsat so'rasa bo'ladi. O'quvchilar yotoqda yotmay, tuqqan yoki to'nishlarining yonida turib, Ramazonni o'tkazib oladigan bo'lsa, shunday qilsa bo'ladi. Qandaqligi bo'lmasin, insonning ahvolini Alloh bilib turadi. Zo'rlanmagan ahvolda yo'qolan ehtimollarni bahona qilib, Alloh farz qilgan ro'zani tutmaslik yoki buzib o'tish bilan Allohni go'llig'ili bo'lmaydi. Shunga har bir kishi o'zining oxiratligini o'ylashi muhim. 3. So'g'i cho'milish va yuyinish. Sahih hadislarda kelishicha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'za tutgan holda beshiga suv to'kkan va yuyingan. Ro'zdar holatda kunduzi junublikdan yuyinish yoki mustahab bo'lgan g'usl tahorat elish yoki tozalik qilib yuyinish va yoki salqindab yuyinish qatorliq barliq yuyinishlar o'xshash. Yuqori ahvollarda geridan suv o'tib ketmasa, suvga cho'milish yoki yuyinish bilan ro'za sunmaydi. Sahih hadislarda kelishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'za tutgan holda beshiga suv to'kkan va yuyingan. Salaflarimizmi yuyingan va kiyimlarini namdab salqindigan. Biz bu masalani ayrim fatvo dalillari bilan tafsili bayon qildik. 4. Surma surtish. Davolanish uchun bo'lsin yoki yasanish uchun bo'lsin, surma surtish ro'zaga ta'sir qilmaydi. Chunki uning ro'zini buzilganligiga doir shar'atda biror ko'rsatma kelmagan.
Odatda yomg'ir suyi yoki boshqa bir narsalar ko'zga kirib ketsimi, ro'zaga ta'sir qilmaydigan bo'lg'achqa, surmimi ta'sir qilmaydi. Sahoba tabiinlarning ko'p qismi ro'zador holatda surma surkashni yomon ko'rmaydi. 5. O'zini tutib oladigan kishi ayolini so'ysa va quchoqlasa ro'za buzilmaydi. O'zini tutolmaydiganlar uchun makruh deb qaralgan. Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'za tutgan holatda ayollarni suyatdi va quchoqlaydi. U o'zini eng tutib oladiganlar edi. 6. Barliq okullar muskulga yoki tomirga bo'lsin, g'izo xarakteridagi okul bo'lsin yoki dori xarakteridagi okul bo'lsin, hammasi o'xshash. Chunki bular odatdagi eg'iz orqali jismga kirmaydi. Lekin ba'zi olimlar glukozini, ozuqliq xarakteridagi suyuqliq yoki okullarni buningdan mustasno qilib, ro'zani sundirdi deb qaragan. 7. Azroq qon olish. Qon aldirish ro'zani sundirmaydi, ammo insonni ojizlatib etadigan darajada ko'p qon olish makruh deb qaraladi. Jiddiy ahvol bo'lmasa, qon aldirishni kechiga to'g'irlash texmi yaxshi. Jiddiy doktorxonaga kirib qolganda kasalga ruxsat bo'lg'achqa eg'iz ichbasimi bo'ladi. Qon aldirib etib ro'zasini davomlashtirsimi bo'ladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma bilan Ikrama ro'zaning sunishi chiqqandan emas, kirgandan degan. Ibn Umar radhiyallohu anhuma ro'za tutgan holda qon aldiratdi. Keyin undaq qilmay ketsa qon aldiradigan bo'lgan. Abu Musa radhiyallohu anhu ketsa qon aldirgan. Said ibn Zayd Arqam va Ummu Salama radhiyallohu anhularning ro'zdor holatda qon aldirganligi rivoyat qilingan. Bukayr Ummu Alqamadan biz Aisha radhiyallohu anhaning yanida ro'zdor holatda qon aldiratdik. U to'smaydi deganligini rivoyat qilgan. Ikrama rivoyat qiladi-ki, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'zdor holatida qon aldirgan. Shu'ba rivoyat qilib deydi-ki, men Sabit al-Bunanining mundaq deganligini anglagan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan sizlar ro'za tutquchining qon aldirishini yomon ko'ramdinglar deb so'ralganda, u ro'za tutquchi ojizlab ketmasila yomon ko'rmaydiq degan. Shu'ba bir rivoyatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zamonida deb so'zlab bergan. Hasan Basri nurg'un sahobalardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qon alg'uchi va qon aldirg'uchining ro'zasi buzilib ketadi deganligini rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisni ko'pchilik olimlar mansux deb tushungan. İmam Şafii rahmetullahi alayhi bilan İmam Tahavi ma'lum ikki kishi qon aldirib o'tib g'ayvat qilganlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ro'zasining savobi yo'q degan ma'noda shu ikkisiga qarata ro'zasi buzildi degan deb tushungan. 8. Eg'iz burnini chayqash. Eg'iz burnini chayqaganda gelidan suv o'tib ketmasligiga diqqat qilish kerak. Maqsad qilmasdan geliga suv o'tib ketsa hech gap yo'q. 9. Tukurukini yutish, balg'amni yutish, pishirgan tamoqni va olmoqchi bo'lgan yemeklikni tetib beqish, bolalarga bir narsa chaynab berish, xushburoqlarni purash. Tukurukini, shulkini yutib qolsa, ro'zaga ta'sir etmaydiganligida olimlardan boshqacha qarash yo'q. Ammo balg'amni tukurib o'talsa tukurib o'tadi. Tukurib o'talmay yutib salsa, ro'zani buzmaydi. Tamoqning tuzini tetib beqishmi yutib salmagan taqdirda ro'zaga ta'sir qilmaydi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma qozondan yoki boshqa narsalardan tamoqlarning ta'mini tetib baqsa kerak yo'q degan. Ballarga bir narsa chaynab berishmi, yutib salmagan taqdirda ro'zaga ta'sir qilmaydi. Gulchechak va xushburoqlarni po'rashmi ro'zani sundirmaydi. 10. Jimadan keyin yoki hayz to'xtagandan keyin yuyinmay turib ro'zaga niyat qilish. Bunday ahvolda ro'za sunmaydi. Niyat qilib, andin yuyinib bamdat o'qiydi. 11. Yandirish. Ba'zi olimlar ixtiyorsiz yandursa ro'za buzilmaydi. Qasdan yandursa andin buziladi deb qaragan va bu haqda Tirmizi va boshqalar rivoyat qilgan o'zligidan qusvatgan kishiga ro'zasining qazosi kelmaydi. Qasdanlik bilan qusgan kishi qazosini tutadi degan hadisni sahih deb qaragan. Ammo enchikilab tekshirishimizcha bu hadis zaifdir. Ilgirkilardan İmam Buxoriy, İmam Ahmad va Abu Davud qatorliq cho'ng muhaddislar bu hadisni bir nechta sababdan zaif degan. Shunga boshqa olimlarning mayli qandoq yandirish bilan ro'za sunmaydi degan qarshi kuchlikdir. Salaflardan Abu Hurayra, Ibn Abbas, Ikrama qatorliqlar, yana İmam Buxoriy bilan ba'zi Maliki ulamolar shundoq qaragan. 12. Ehtilam bo'lish. Ro'zdor ehtilam bo'lsa, ro'zasiga ta'sir etmaydi. Chunki ehtilam ko'rish uning qo'lidagi ish emas. Ixtiyorlik bo'lmag'achqa, uxlayotganda gelidan bir narsa kirib ketganga, majburiy bir narsa ichkizilganga o'xshaydi. 13. Tong otmadi yoki kun petib bo'ldi deb o'ylab qilib eg'iz ichish. Navoda bunday qilib, keyin undaq emasligi isbotlansa, ro'zasi buzilmaydi. Bu ba'zi salaflarning qarashi bo'lib, buni Imom Ibn Taymiya tanlagan. Bu qarash kuchlik, chunki unutish va sahvarlik apu qilinib etadigan bu xil ibodatda
xato o'ylab qilishning apu qilinishi Qur'on va hadis ruhiga uyg'un keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundaq ahvolda qazosini qilishga buyurganligi ma'lum emas. Lekin ko'pchilik olimlar qazosini qilish kerak deb qaragan bo'lg'achqa, qazosini qilib o'tish ehtiyot jihatdan mustahabdir. İslam Fiqh Akademiyasi Hijriya 1418 yılı Safar ayının 23 ve 28 kunları Ciddi şəhərdə açqan 10. növbətlik qurultayda tibbi xadimlar bilan faqihlarning tadqiqotlarini ko'zdan kechirgandan keyin tuvandagi ahvollarda ro'zani sunmaydiganligini muayyanlashtirgan. 1. Ko'zga, burunga, quloqqa tamshiladigan dora, quloq chayqash, burunga purkuydigan dora, albatta, galga yaqin berib qolgan taqdirda yutmaslik sharti bilan. 2. Til ostiga qo'ydigan tabletkalar galga yaqin berib qolgan taqdirda yutmaslik sharti bilan. 3. Ayollarning oldi tarafiga silinadigan dora, chayqaydigan suyuqliq, tibbiy tekshirish uchun durbun yoki barmoq kirgizish. 4. Durbun yoki o'zik qatorliqlarni balyatqo'ga kirgizish. 5. Er yoki ayolning suydik yo'liga kiradigan turba yoki durbun yoki rasmga tortish uchun saydidigan rang yoki dora yoki do'saq suydik xaltalarni yuyish suyuqligi. 6. Tishini qazish, eziq tishini qo'mirib etish, tishlarni tozalash, misvak yoki tish cho'tkisi ishlatish. Albatta, galga yaqin berib qolgan taqdirda yutmaslik sharti bilan. 7. G'arg'ar qilish, og'zini chayqash, eg'izga purkaydigan dora. Albatta, galga yaqin berib qolgan taqdirda yutmaslik sharti bilan. 8. Kassiga yoki muskulga yoki teri ostiga uradigan okullar, ozuqliq xarakterdagi suyuqliq yoki okullar buning sirtida. 9. Kislorod, ya'ni oksigen. 10. Bemorni mast qilish uchun ishlatiladigan gazlar, suyuqliq urmagan taqdirda. 11. Teri sömürüşü orqali jismga kiradigan kimyoviy moddalar yo'qtirilgan yog', may, malham, chaplaq dorilar. 12. Yurak yoki boshqa a'zolarni suratga elish yoki davolash uchun tomirga inchiki naychi kirgizish. 13. Uchay va shuningga o'xshash a'zolarni tekshirish yoki operatsiya qilish uchun qo'rsoqqa durbun kirgizish. 14. Suyuqlik kirgizmasdan jigar va boshqa a'zolardan bir parcha kesib elish. 15. Suyuqlik yoki boshqa modda kirgizmasdan oshqozonga durbun kirgizish. 16. Miya yoki yo'longa o'xshagan yerlarga dora yoki saymon kirgizish. 17. ixtiyorsiz qay qilish. 18. Musulmon doktor yuqorqi davolanish va tekshirishlar elib beriladigan ahvollarda kechiktirsa ziyni bo'lmaydigan bo'lsa, bemorga davolanishni iftordan keyingi kechiktirish to'g'risida nasihat qilish kerak.